Jalilovga, hokimimizga suv muhokamalarimizni hal qilish uchun mahalla fuqarolari bilan chiqdik. Shu narsaga hech kim e'tibor bermaydimi? Hammasini uyini tomdan tomga o'tib yotdi. Qo'lbola talabalar orqali uylarimizdan tomma-tom bo'lib o'tib ketgan, simlarimizni ko'rsalaring, avvalambor Xudo saqlasin. Shundan mashina ketib tomma-tom o'tib ketgan hammasi. Lekin biz raisga juda ko'p murojaat qilganmiz. Portalgacha olib chiqqanmiz. Portalga ham bor. Hokimiyatda chiqdik, hokim ham kelaman deb kelmadi. Deshaman Yo'ldosh Isroiljon. Bir necha marta murojaat qildik. Xalq qabulxonasiga murojaat qildik, Toshkentga, bosh vazirga murojaat qildik, viloyat hokimiga murojaat qildik. O'zimiz mahallaga murojaat qildik, hokimga murojaat, hech qanday natija yo'q. Hozir raisimiz bat bu mahallani dasturga qo'yganmiz. Yil 3-kvartalda. Lekin bizni kuzatib turgan aziz yurtdoshlar va vatandoshlar, men sizlar bilan Mamay Yusupov Orzumurod. Bugun Farg'ona viloyati Yozyamon tumani Tegirmonboshi fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi ayrim fuqarolar ayrim mutasaddi rahbarlardan norozi. Ushbu videorolikni ko'rib o'zlaringiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Iltimos, ushbu videorolikka bir donadan like bosib tarqatishlaringizni so'rab qolamiz. Shu mahallada yashayman, Yo'ldosh Isroiljon. Bir necha marta murojaat qildik. Xalq qabulxonasiga murojaat qildik, Toshkentga, bosh vazirga murojaat qildik, viloyat hokimiga murojaat qildik. O'zimiz mahallaga murojaat qildik, hokimga murojaat, hech qanday natija olmayapti. Shu kamchiliklar bor. Shuni yo'lga qo'yib berishni so'rayman. Ariq masalasi asosiy. Qayerdan ariq o'tish kerak bu? Ariq mahalla. Ariq joyi qayerda? Ariq masalasini ko'rsatamiz. Mahallaning ichida qolgan, uylarning ichida. Bosh tomonga uy solishib olgan, to'sib qo'ygan mahalla ariqini. Shuni ochib berishni so'rayman. Murojaat qildik bu to'g'risida. Hokimga, boshqasiga buzamiz deyishib bilishgan. Ariq zonasini ochib bermadi. Agardan foydalanib bo'lmaydi. Agarga suv qo'yib bo'lmaydi yozda. Yo'q, qurib ketyapti mevalar. Endi ichimlik suv asosiy. Bolalar toshiydi uzoqdan. Uzoqqa nimada, arachada, boshqada. Stalba masalasi, trasga mana nari mahallada bu mahallaga o'tdi. Ikkita liniyadan ulangan hozir nima mahallaga. Bir sentr tomonda ulangan bo'lsa, birinchisi 110 liniyadan ulangan. Bitta qo'shnida bor, bitta qo'shnida yo'q bo'ladi svet. Bu to'g'risida ham hokimga, boshqasiga murojaat qildik, natija bo'lmayapti. Assalomu alaykum. Muhammad Sodiqman. Ashi altizon kerak, birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda Stalba kerak. Hop. Uchinchi o'rinda mana aspa shaharli aytib qo'yishgan. 5 yildan beri turibdi. Qilib beramiz, qilib berishgan yo'qmas. Hokimiyatda chiqdik, hokim ham kelaman deb kelmadi. Mahalla fuqarolar yig'inidan Durdona ko'chasi fuqarolari 25 ta xo'jalik mahalla sharoitidan hokimiyatga murojaat qilib chiqqan edik. Muhokamalarimiz hal bo'lmayapti. Toshkentdan prezidenti fuqarolardan ham kelganda 2016-yil nechanchi kuni ham durida. Kunini hozir aniq aytolmayapman-ku. Lekin 25 ta odamga murojaat qilib, eshigimiz tagiga kelganda hamma svetdan, gazdan, suvdan, yo'limiz to'g'risida murojaat qilib, har yoqqa murojaat qilib yozgan xatlarimiz inobatga olinmayapti. Shuning uchun biz yana qayta o'zim yaqinda Jalilovga, hokimimizga suv muhokamalarimizni hal qilish uchun mahalla fuqarolari bilan chiqdik. Muhokamalarimiz qabul qilindi-yu, inobatga olinmadi. Kelamiz deyishdi. Ertasi kuni mana shu 25 ta fuqaro mahallada turib, muhokamamiz hal bo'lishi uchun kutdik kelishmadi. Bu birinchi marta bo'lmadi, ikkinchi marta bo'lmadi. Oxiri 3-marta bo'lganda hokimimizga murojaat qildik. Portalga ham chiqqanmiz. Portalda ham murojaatimiz hal bo'lmadi. Shuning uchun sizlardan yana bir bor murojaat qilib so'raymiz. Iltimos qilgan holatda avvalambor birinchi bo'lib bizchi qo'lbola talabalar orqali uylarimizdan tomma-tom bo'lib o'tib ketgan, simlarimizni ko'rsalaring, avvalambor Xudo saqlasin. Agar noboda bir korxol bo'lmasin, korxol bo'lsa, mana 25 ta xo'jalikda birin-ketin yong'in chiqsa, juda undan kuning narsa bo'lmasa kerak. Shuning uchun biz hammalarimiz mahalla kuylar bilan kengashgan holatda svetimiz, avvalambor suvimiz, mana shu yo'llarimizni imkon qadar gazimiz
Suv ham yo'qmi opa? Hatto suvimizni maqsadimiz Xudo xolasa birinchi bo'lib mana shu mahallamizga suv, ichimlik suvi bo'yicha. Ikkinchi bo'lib elektr svetimiz bo'yicha. Mana shu qo'lbola usulida 1-2 marta istalba bo'yicha nima ko'ylangan. Istalbani o'rni ko'ylangan. Haligi prezident keladi deydigan mahalda tevadiylar mana shu mahallaga keladi-yu, bu mahallaning nimalari yeyilib ketadimi, yo'qda. Hech muhokamalarimiz hal bo'lmayapti. Atrofda gaz bor. Mahalla uyimiz ichida gaz bor, mana shu tegirmon boshida gaz yo'q. Kim endi prezident keladi deb mana shuni mana qiladi? Bu nimalarni nimasi ko'proq hokimiyat tekshiruv keladi deyilganda ko'proq Demak, tekshiruv keladi deganda hokimiyat tarafdan mana shunga kelib talabalarga chuqur ko'rib, har xil shunaqa ishlar qo'llanganda qilinadi. bola chaqalarimiz tushib ketib, qo'llari sinib qolgan holatlargacha kelgan. Qilib aytganmiz. Lekin bu talabalar nima uchun ko'ylanyapti? Kim tomonidan desa, endi tevadan odam kelyapti deyilganda ko'ylangan. Yana qayta mahalla o'zi fuqarolar yana qayta ko'mib qo'ygan. Qayta ko'mib. Choylaridan olib chiqib berganmiz, kompotlar olib chiqib. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, svetimizni bemalol mana endi nimasini qo'l bola talabalarimizni ko'rib, unaqaga avval ishlayman. Turbalarda oyoqlarimiz tagida metan bo'lib o'tib ketgan. Mana, qarang, mana shu metallar o'tib Agar mana shu metallarning nimasi yo'qasa, buni oldirib olsa bo'ladigan imkoniyatlar bo'ladi. Yerdan o'tib kelsin, biz nimamiz bor? Mahalla kuyida ichida bolalarimiz tosh otadi bunga. Tevazda sakrab o'ynayapti. Hozir Bu nima holatga olib kelishi mumkin? sizga savolim bor mana. Yozyovon tumanini 80% gazlashtirilganda, sizlarda gaz bormi yo'qmi? Gazimiz mana yo'q. Mana ko'ringlar, gaz yo'q. Tortilib ham yetib kelmagan. Yetilgan yo'q. Demak, avtotransportlarga gaz bor, lekin aholiga gaz yo'q. Mana shu yerda 25 ta aholida na suvi bo'lsin, na sveti. Svetimiz o'sha, agar nima bo'lsa, qo'lbola istalbalarimizni o'g'nab berib, hammani eshigini tagidan o'tib ketganda istalba hammani o'ziga montaj qilib tortilishini xohlaymiz. Birinchi bo'lib. Agar svetlar mana hozir istalba yo'q, na svet ham yo'q. Hozir istalba yo'q, ular tomdan o'tilgan. Bitta istalba yo'q вообще. Holatlar. Hozir tomma-tom Hammasi tomma-tom o'tilgan. Mana montajimiz. Qani ko'raylikchi. Biz o'zi o'shalarda o'tiramiz, mana montajda. Tomma-tom o'tganda Ko'rinib turibdi o'zi. yo'llarimiz mana tor, kengaytirib bir asfalt qilib bersa, qani sentralniy ko'chalarni tadbirkorlik bilan mana shu mahalla Shu narsaga hech kim e'tibor bermaydimi? Hammasini uyni tomdan tomga o'tib yotibdi. Svet, asosiy svet. Birinchi o'ringa svet qo'ydik. Svet bilan suv. Mumkin bo'lsa hokim o'ziga aytib chiqdik. Umuman mumkin emas. Mana turgan narsa bor-ku, mana hammasi Qo'lbola tomdan tomda istalbamizni ko'ring, yuribdi. 3 dona istalbamiz bor, 25 ta xo'jalikka. Nahot shu to'g'ri kelsa. Tashaladi, asfalt yo'q, suv yo'q bizda umuman. Jo'jalardan toshib kelishadi. Abi o'sha tomlarni ko'rsatgan. Mana shu tomlarda imkon qadar mana svetimiz o'g'nasi. Ha, tomlar chiqdi. Ikkinchi o'rinda Tomlar. Gazimizni qani biz ham jamiyatga Ana hozir foydamiz tegishmaymi? ko'chaning nariyog'ida yangi istalbalar o'rnatishdi. U nima uchun mashhur? Shu Nima aholi uchun degan savolaingizga javob beraymi? Bu boshqa Bu tegirmon boshini raisi boshqa, ittifoq fuqarolar nimani yig'inini raisi boshqa. Men ikki raisga hayron bo'lamanki, mana bu rais, bu ittifoq fuqarosiga tevadan odam yo bir narsalar bo'lindi desa, mana shu tomonlar inobatga olindi. Mana shu ittifoq fuqarolar nimasi o'ta darajada nimasi faoliyat. mahalla raisini nomeri bormi? Telefon qiling. Chaqiring. Lekin biz raisga juda ko'p murojaat qilganmiz. Portalgacha olib chiqqanmiz. Portalga ham bordik. Umuman men 2000 so'ragan holatimda 25 xil odam bilan gaplashganman. Bu endi necha yildan beri mana ahvol bu tomma-tom suv yo'q. Bumi 2004-2005-yildan beri aholilar joylashib kelgan. Chiqqan mashina bo'lib chiqqanmiz, yangi ko'chib chiqqan yillarimiz. O'sha Mana salbamiz bir dona qo'yilgan ekan. Mana shu bir dona simyog'ochdan. Mana 2 dona ekan mana shu yerda ju. Mana shu ikkita simyog'ochdan dalshi ketgan. Hamma uylarga tomma-tom o'tib ketgan mana shunday holatda. Mana holatlar.
Faqat simyog'och istalbasida xolos. Yaroqsiz holatda. Shunda mashina ketib, tomma-tom o'tib ketgan hammasi. Mumkinmi mashinasi hozir? Bular muammosini bular haqiqatdan eskidan ko'tarib chiqishadi. Bu hal bo'lmayapti. Chunki batya aytilyaptiki, o'sha elektroshetni boshlig'i bilan ammo hokimga murojaat qilganmiz. Aytishdi, to'g'ri. Hokim aynan keyin daftariga yozib oladiki, elektroshetni boshlig'i murojaat. Uni chaqirdi-da, qachon qilib berasan? Bu stalbani problemasi o'zi aslida hech narsa emas. Stalbani olib kelib tashlasa, tortib o'sha qo'yib ketyapti, qo'ygan joylari. Endi bu qandaydir? Shu kunlar Xudo xolasa shu ko'pchilik aytyapti, mana nimalarda mana Isroil akamiz juda ko'p aka gaplashgan. Elektroshetni boshlig'i ham xabardorligini biladi, lekin Elektroshetni boshlig'ining nomeri bormi? Bor. Sizda telefon qiling. Men tegirmon boshi raisi Rustam akangiz To'rayevman. Mana Durdona ko'chamiz yana o'sha haligi istalba masalasi bo'yicha ular murojaat qilishgan ekan. Hozir mana zakanning oxiri mana yo'ldashiblar bor, Isroil akamlar. O'sha bo'yicha chaqiring deyapti, o'shanga bir kelib ketalasizmi? Yaxshi, hozir boramiz. Xo'p, kelavering. Raisimiz turibdi. Bat bu mahallani dasturga qo'yganmiz. Yil 3-kvartalda bo'ladi. Batda mana hozir mana zakandan u yuziga o'tib ko'rsangiz, mana raislar o'zi ko'rib turibdi. Har bitta mahallani bir boshdan hammasini qildi. Dastur asosida. Dastur asosida bo'lgandan keyin endi yo oyiga yo kunimizgacha yutkazishga majbur bo'lamiz. Sababi dasturga kirgandan keyin u 2661 hozirgi kunda 72-qaror asosida qilinadi bu ishlar. Undan ag'ida to'g'risi 3-kvartalga xudo xolasa dasturimizda turibdi. Bitta transformator 160lik undan tashqari 1,5 kilometr liniya 150 ta opora. Hamma jami bo'lib 300 ta opora eshitdik. Shuning kunda mana raisning ham o'zining xabari bor. Har 2 kunda bir kelib o'z telefonlashtiramiz. Ham OFM budjetga ham qo'yganmiz bu mahalla. Shu bugungi kunda OFM budjetda ham turibdi. Bu ham 3-kvartalda ham borib ko'rdim. O'sha chekka qishloqlarga ham, chekka joylarga ham qo'yib, Qoratepada ham mana nechta ko'chalarni qo'yib, albatta zatdan ko'rdik bor. Rahmat ham. Lekin ish ketyapti. Men bitta narsani va'da beraman, 3-kvartalga va'da beraman. Dastur asosida qurib bitirib beramiz. Hozir qisqacha savolim, mana shu mumkinmi shu? Bu o'zi asli mumkin emas. Buni biz o'zimiz kelib o'rganib, mana hozir aytyapman, nari mahallani zakanda ag'ida o'tib ko'rsangiz, mana hozir 50 metr, mana ko'chani ko'rsangiz, mana shu ko'chada ham qo'yildi hozir. Endi to'g'risini aytish kerak buni. Dastur asosida dasturdan chiqib ketilmagan loyihalari hamma yo'q bo'lgan, kelib o'rganganmiz. Bu bo'yicha 3-kvartalga va'da beraman qilib.